Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Diqqatingizda roman Qayta nikoh. Avtori Rayhongul Mejit. Mikrofon oldida Nuriya Rahmat. Davomi. 8-bölüm. Paxtada çox saqlıqlı bo'lmaydi degandek Mərdanның savaqdışığa pichaq selib etganligi butkul maktabga purkatdi. Maktab rahbarlari boshqalarga ibrat qilish uchun Mardonga chora ko'rib, bu haqda maktab bo'yicha uqtirish chiqardi. Lekin maktab rahbarlari Mardonning bu yil o'qish bitirdiganligini ko'zda tutib, ishni soqchixonaga ma'lum qilmadi. Helaqa balaning ota-onasimi Sharipa to'lagan 10 ming yuan pul bilan balasini davoltib olgandan keyin neri-beri gap qilmadi. Ammo Mardon osmonga pichoq otadiganlardan bo'lgani bilan 100 obro'y desa jinini beratdi. Shunga u bu satchilikni maktabdagilar o'qib ketgandan keyin nomusdan yerga kirib ketayli deb qoldi. U yotqanға beshini burkab to'p-to'g'ri 3 kun yotdi. Bu jarayonda u bo'sug'i atlab talog'imi chiqmadi. Osh tamoqdanmi qoldi. Har qanday ishning bir sababi bo'ladi-da. Sharipa ishning ujur-bujurini uqolmay titildab ketib o'tdi. Mardonning u bolaga pichoq selib etishiga zodi nima sabab bo'lgandi? Mardon Ugoyning gepi jinimdan o'tib ketdi. Shunga ochchig'imga chidamay pichoq tiqib etibdiman. Debla turib oldi. Mardonning og'zidan gap ololmagan Sharipa ko'chilab so'raverishdan yaltaydi. Lekin bu ishni o'ylasla o'zini qo'ydiganga yer topolmay ketadi. U bola cho'qim Mardonning yig'irga tekkan gap bo'lmasa Mardon haqqi pichoq ko'tarib yuramdi. Yoki Mardonning ig'izga olg'ili bo'lmag'idek biror satchiligi bormi-ya? Sharipa ishning tagiga yetolmay qiynalib ketib o'tadi. Sharipaning eri uyda yo'q edi. Qizi ishkirdagi to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan bo'lg'ashqa bir yilda bir qitim keladi. Shunga uning uyidagi birdan-bir hamrohi Mardon edi. Mana endi Mardon ishterib qo'yib, demi ichiga tushib ketibdi, uy ichimi xuddi Go'ristondek jimibli ketdi. Mardon kashlik g'izosini yeb bo'lib, qochisini dasturxonga qo'yibla gapmi qilmay hujrasiga kirib ketdi. Sharipa qochquchilarni yuyib bo'lgandan keyin putining uchida dastlab Mardon yotadigan hujraning bo'sug'isiga keldi-da, eshikning yo'chqidan uyning ichiga sap soldi. Mardon karvetida yonboshlab yetib, ustal chirog'ining yo'riqida butun diqqati bilan kitob o'qiyotdi. Sharipa buni ko'rib hayron qoldi. Chunki o'rganishga ancha qilib ketmaydigan Mardon odatda uyda topshiriqning huddisidan aran chiqadi. Topshiriqlarini ishlab bo'libla to'rga chiqib o'yin o'ynaydi yoki gitar chaladi yoki bo'lmasa televizor ko'radi. Sharipa o'g'lining ustal chirog'ining yo'riqida kitob o'qib o'tirganligini mushu kamgacha ko'rib baxmagan edi. Sharipa Mardonning nima kitob o'qiyotganligini bilib baxmoqchi bo'lib edi. Mardon opasining kirganligini ko'ribla qo'lidagi kitobni opila-shapila orqasiga tiqib oldi. Buni ko'rgan Sharipaning kallasiga kashmagan o'ylar kashdi. U ishtik berib Mardonning qo'lidagi kitobni olmoqchi bo'ldi, lekin Mardon uni beshidan egiz tutib oldi. U opasidan naq 20 cm egiz tursa, Sharipa uni qandaqmi ola olasin? "Oppa, sen ko'rsang bo'lmaydi", dedi Mardon orqasiga dojib. "Menmi 18 yoshga kirib qoldim, cho'ng odam bo'ldim. Menimni o'zimga tushliq shaxsiyatim bo'lmamdi?" Anlamoqqa uning gaplari nihoyat o'rinli edi. "Bo'pti", dedi o'g'lining qo'lidan kitobni ololmaydiganligiga ko'zi yetgan Sharipa. "Ko'rmasam ko'rmay, biroq qalaymaqan narsalarni o'qisang bo'lmaydi-jumi?" "Xudo haqqi, undaq narsa emas", dedi Mardon gapni kesibla.
Aradan bir necha kun o'tgandan keyin Mardan oxiri maktabga bordi. U menish oldida hujrasining eshigini qulflab, oshqushni yanchiqoga selib oldi. Mardan maktab ketgandan keyin Sharipa televizor ishkobidan bir bog'lam oshqushni elib, shuning ichidan Mardanning hujrasining oshqushini ming tasti tepib, Mardanning hujrasiga kirdi va o'rin ko'rpining qat-qeti, to'mpushkining ichi, kitob ishkobi ishqilib hammali yerni qoldirmay axtarib chiqdi. Lekin heliqi kitob tepilmadi. U Mardanning kiyim ishkobini bulunglarigacha axtarib baqdi. U yerdimi yo'q edi. Aketgan o'xshaydi-da, deb o'yladi Sharipa. Heliqi kitobni topolmaydiganligiga ko'zi yetgan Sharipa orqasiga yenib chiqib ketmoqchi bo'ldi. Lekin bo'sug'iga berib bo'lib, yana qaytib keldi va ishkobdagi kitoblarni bir-birlab axtarg'ili turdi. Kitoblarning orasida Islom dunyosi degan kitobdan biri turadi. O'g'lining kitob ishkobida tuyuqsizla islomga oid kitobning paydo bo'lib qolganligiga xushal bo'lgan Sharipa u kitobni ko'rib baxmoqchi bo'lib qo'liga elib edi. Kitobning muqovisi ajrabda yerga tushdi. Aslida u boshqa kitob emas. Teshig'a Islom dunyosi degan kitobning muqovisi qoplab qo'yilgan Injil edi. Injil gerçi Hristiyan muxlislarining bebaho go'hiri bo'lsa-mu, lekin bir musulmon balasining uyidan Injilning chiqishi odamni haqiqatan ajablantiradi. Mardan nemishqa Injilni saqlaydi? U Injilni qiziqib o'qib boqay deganmi ya? Undaq bo'lsa, nemishqa boshqa biri ko'rib qolmasin degandek uni yolg'on muqoviga o'rab tiqib qo'ydi. Uning heliqi kuni o'qiyotgani Injil bo'lmasin yana. Shu kuni Mardanning qo'lidagisi rostli Injil bo'lsa, u zodi nemishqa Injilni o'qiydi, nemishqa meni ko'ribla huduqib orqasiga tiqib oladi. Yoki bo'lmasa, Mardan kallasiga kashgan xiyollardan Sharipa qo'rqinch ichida jaloqlab titrab ketdi. U o'ylaydi. Ikki musulmonning pushtidan bo'lgan Uyg'ur bolasi abad o'z iymoni bilan yurish kerak. Islomdan o'zga dinni tanlash uning uchun nomus. Navada kimki islomdan kechib yot dinga kirsa, Uyg'ur jamiyatidagilar uni iymonsiz deb qarab araga olmaydi, yetim qo'yadi. Shunlashqa shuncha zamonlardan beri paloni Uyg'ur islom dinini tashlab boshqa dinga kiribdi deganni hech kim anglab baxmagan. Demak, Uyg'ur uchun aytganda fani olamga iymoni bilan kelgan ekan, boqiy olamga mu iymoni bilan ketish qil sig'maydigan haqiqat albatta. Sharipa bir do'stidan bir necha o'quvchi refleksiya ensembli deydigan bir muzika atriti quribdi-dek. Ular hammasi xristian diniga kiribdimish degan gaplarni anglagan edi. Lekin u chaqda Sharipa uni apqashti gaplar bo'lsa kerak deb o'ylab, uningga ancha erinishib ketmagan edi. Uning ustiga Sharipaning nazarida undaq ishlar boshqalarning oilasida ko'riladigan, o'z oilasiga abadiy yot qiliqlardan edi. Mana endi uning o'g'lining hujrasidan yot dindagilarning kitobi chiqyapti. Uning bilan Sharipaning ko'ngliga yetmagan ishlar yetdi. Shundan keyin Sharipa Mardanning yurish-turishini qattiq ko'zitishga boshladi. Demisimi, u o'g'lining o'zgarib kelayotganligini sezdi. Adnasi Mardan ilgari har qadamda qizadan keyin dasturxondan duo qilmay qo'pmaydi. Mana hozir uni buni bahona qilib dasturxondan duo qilmay qo'pib ketadigan bo'lib qoldi. Bir yakshanba deganligi Mardan nashtadan keyinla bir do'stim bilan ko'rishiman deb talog'i mangdi. Uning qo'lida otasi bergan kona so'mka bor edi. Sharipamu
tuydurmasdan onun iziga tushdi. Mardan degandekla ularning uyga yaqin yerdagi bir chirkavning yeniga borgandan keyin ikki yeniga qarab qo'yib chirkavga g'ippada kirib ketdi. Ah, Xudo! Mardan xristian diniga kiribdi. Sharipa turgan o'rnida varqirab atkili tas-tamas qoldi. U ajoyib kuchlik vahima ichida titrab ketyotdi. U uyiga bakmo tast qaytib keldi. Uning bundaq qilishi mumkinmi? Bu zodi nima uchun? Boshqalar uqib qolsa, qandoqmi qilg'uliq? Ular meni nima deydi? Endi qandoq qilsam bo'lar? Sharipa bularni o'ylagan sari qo'rqib, o'zini qo'yg'ili yer topolmay qilyotdi. U o'zini besib olmoqchi bo'lib, sapaga zo'rg'a o'ltiribmi baqdi. Lekin o'g'lining chirqqavga aloqzodlik bilan kirib ketayotgan qiyofatini ko'z oldiga keltirsila, elim ichida puchilnatdi. Yo'q, men chirqqavga kirib, uni qaytirib chiqmasam bo'lmaydi. Sharipa das o'rnidan turib, tala qarab mangdi. Chirkavning darvozasi oldiga berib bo'lib, ikkilanib turib qoldi. U xalqning ibodatxonasiga usibli kirsam, ular meni qo'g'lab chiqarishqanda qilaman. Hey, bo'ldilar. Mardan uyga borgandan keyin so'rab boqay. U uyiga qaytib berib, bir hasadan keyin Mardanmo qaytib keldi. Sharipa o'rnidan dast turdi va Mardandan buning zodi nima ish ekanligini varqirab turib so'radi. Ha, dedi Mardan nihoyatda tamkinlik bilan. Xristian diniga kirdim. Nima? Tap turibmasdan Xristian diniga kirdim davatsini? Sharipa o'g'liga g'azab bilan varqiradi. Ajoyib bir ochiq tuyg'u Sharipaning vujudini larziga salmoqda edi. Uning put-puqqoliga titrak olishga boshladi. Sharipaning kichik chog'laridan boshlabla qahra g'azabga kelib, put-qo'lini titrak bosgan hamon ko'ziga hech nima ko'rinmay qoladigan odati bor edi. Uydagilarning uni sho'r-tumshuq deb atishidagi sababmi dal shuningdan edi. Ayol kishiga bundoq mijozning yarashmaydiganligini Sharipa o'zimi obdan bilgachga mijozni o'zgartirishga tirishibmi baqdi. Lekin sut bilan kirgan mijoz jon bilan chiqadi. Demak, Sharipa har qitim biror ishga qattiq chechilgan chog'larda varqirab, jarqirab, olamni ma'lum qilib olmasa, hargiz achchig'i besilmaydi. Sharipa shu topda 18 yoshlarga kirib qolgan o'g'lining oldida o'zini zo'rg'a besib turib. Navodi shundoq qilmasa, ish yomoniga aylanib ketadi. Lekin u o'g'lining parvoyi palak turganligini ko'rib, qo'yqi chochlari tik turib ketdi. Sharipa oshxonaga akirib etish uchun elib mangan chinini tuyuqsizla yerga qaratib otdi. Chinidagi choy tamga chachrab, oppoq tamni sarg'ushdoq qilib qo'ydi. Oppa, kichik boladaklik qiliqing bor-da, dedi. Opasining bu qiliqini uning og'zini etishning obdan dastiki deb bilgan Mardan. Nimishqa hadislar bir narsalarni urib chaqsin. Mardan kelamning ustidagi chinining so'niqini g'azab bilan tapdi va hujrasiga ittik kirib eshikni guppida yepib oldi. Nima qilarini bilolmay titrab ketayotgan Sharipaning sabri qochisi toshgan edi. U o'g'lining hujrasiga etilib kirdi va "Deb baqa, men sening opangmi nima?" dedi. Mardonga chanoqidan chiqib ketayli deb qolgan ko'zlarini mixdak tikib turib. Biror piyolni chiqib atganimga nima bo'ladi?
Sen meni xap qılmıgan bolsang, bekardan bekarga çeçilgili. Sarangmı ben? Meni zodi nima qil deysan, ha? Sen texi Sharipa gepining oyig'ini chiqara olmay, höy tartib yig'lab ketdi. Opisining alamlik yig'isiga chidab tura olmagan Mardan Sharipaning oldiga kelib, uning qo'llariga esildi. Opa, meni ura, qong'icha urib ol. Ochiqning chiqadigan ish bo'lsa, nima qilsam mayli? Sharipa yig'idan to'xtadi. U o'g'lining bu gaplariga ichida xo'shal bo'lib o'tadi, lekin turibla o'zining boyiqi yengiltakligiga o'g'lining oldida nomusmi qilib o'tadi. Biroq u yanala onada. Balaning oldida onalik sifatini saqlamasa qandoq bo'ladi? Sharipa qapoqlarini zo'rg'a turgunicha Mardanning hujrasidan chiqib, mehmonxonadagi sofaga kelib o'ltirdi. Arqadan Mardanmi chiqdi. Sharipa o'g'lini yanada o'ltirishga ishorat qildi. "Degina balam, qandoqlarcha bu o'yga kelib qolding?" deb so'radi Sharipa muloyimlik bilan. "Men refleksiya ansambliga kirib muzika o'rganay degan edim. U ansambldagi muzika chaladigan bolalarning hammasi cherkovga kiradi ekan. Shunga Hey, menga seni qog'icha o'qib olgan döt. Haq po'qya desi yamding? Imoniga osiylik qilganlarning qandoq oqibatga qoladiganligini bilamsan? Bilaman, biroq shu undoq bo'larni o'ylamabdiman. Albatta o'ylashing, bilishing kerak edi balam." Sharipa tuyuqsizla bir ishni o'ylab qoldi. "Haras, degina, o'tganda sen heliqi bola bilan mushu sababdan urushib qolganmi qandoq?" "Opa, yana shu gapni targab qopding-ku." "Albatta targayman. Shu ish sababidan maktab sanga chora ko'rdi. Uni ozdab men 10 million pul to'ladim. Bilamsan bularni? U degan mening ozkim 1 yillik maoshim." "Shundoq opa, mushu ish sababidan urushib qolgan", dedi Mardan birdam o'yinib turib ketgandan keyin. "Shundoqmi? Qani, ujur-bujurg'icha deb boqqina." Mardan bo'lgan ishni Sharipaga yepirin yanisigacha so'zlab berdi. Shu kuni tushligi Mardan maktabning yanidagi oshxonaga tomoqqa kirdi. Lekin oshxonada o'ltirg'idek o'rinmi qolmagan edi. Qo'rsoqni ancha-buncha komlabla sinfga kirib ketishga oldirab, Mardan yo'l yoqasidagi do'kondan kala go'shi kolbasasidan 2 kesim elib, uni non bilan yegash maktab darvozasi tarafga ketib boradi. Angacha udul tarafdan chiqib kelgan bir bola uni qishqardi. Mardan heliqi bolani tasti to'nadi. U 2 yil ilgari o'g'irlik qilib 2 oy dars qoldirganligi uchun maktabdan qo'g'lib etilgan Qosim edi. Mardan bu maktabdagi sho'x bolalardan hisoblansa-mu, lekin Qosimga o'xshamaydi. Mardan qo'lidagi kolbasadan tishlagash Qosim bilan adab yuzsidan og'zining uchidala tinchlik so'rashib qo'yib kirib ketmoqchi bo'ldi. Lekin Mardanning so'g'uq muomalasi Qosimning jiniga tegdi. Qosim refleksiya ansambldagilarning ishini va Mardanning chirkavga kirayotganligini anglagan edi. Shunga u shuni dastak qilib turib, Mardanning yig'irini oshmoqchi bo'ldi. "Hey go'y, oradan 2 yil o'tmay, ejab to'nimas bo'lib ketibsin-a?" Mardan gap qilmadi. Uning qo'rsiqi echib, uchaylari tartishib ketavatdi. Shunga u qo'lidagi kolbasadan yana bir tishlam tishildi. Buni ko'rgan Qosim demig'ida kulgidicha udul kelibla Mardanning qo'lidagi kolbasani tortib oldi. "Mardan xristian diniga kirib kofir bo'lib ketibdi" degan gapga ishonmabdi ekanman.
dedi Qasım Mərdanğa qarab soğuq gülginiçe. Rastga emasmi? Qasım qo'lidagi kolbasaga jirginch bilan qarab qo'ydi. Poh! Tep tartmasdan kolbasa yeydigan bo'lib ketibsan, ha? Desem demisem, to'ngizga shug'u deyman. Qasım qo'lidagi kolbasani yerga qartib atdi. Mərdan aranla ikki tishlam yegan kolbasa to'pig'i melinib ketdi. Bu Mərdanning tushlik g'izasi edi. Qasımның bu yo'lsizligiga chidamagan Mərdan bo'lsa, Qasımga qarab etildi. Hash-bash degicha Mərdan bilan Qasım yerda pomlaqlashib ketdi. Lekin Mərdan Qasımga tang kelolmaydi. Qasım hech qancha kuchimayla Mərdanni besib oldi. Yerga güp qilib yiqilgan Mərdanning beshi tashqi tegib, go'yo yerilib ketgandek og'rig'ila turdi. U beshining tashqi tekkan yerini silab biqibdi, qo'li qip-qizil qonga bo'yilib ketdi. Buni ko'rgan Mərdanning ko'zlariga qon to'ldi. U yanchuqidagi qalamtirashni chiqarib ochdi-da, o'rnidan sakrab turib, o'zini mazoq qilib kulib turgan Qasımga possida tiqavetdi. Oğlanın bu hikoyasini anglagan Sharipaning Mərdanğa ham ichi og'riydi, ham ochiqi keladi. Hammasi o'zingning kasofati, dedi Sharipa Mərdanğa mixdek qadalib turib. 9-bölüm. Sulaymanning bolalari juma kuni kashli qizada cho'ng uyga yana jam bo'ldi. Tamoq orliqida Sharipa o'g'lining ishini boshqalarga deb biqib, bu boshqa etinchiligiga ulardan yordam so'rab baqmoqchi bo'ldi. Lekin turibqa yana bu gapni teshib qo'ysa, urug' tuqqanlarining tugumas tob tanisiga qilishidan ansiraydi. U biroz dilg'ul bo'lib turib qolgandan keyin oxir eg'iz ochdi. Sizlarga deydigan gapim bor edi. Biroq bu gapni anglamayla ona bola ikkimizni aybligili tursanglar bo'lmaydi. Sharipa uydagilarning chiroyiga surlik qaradi. Boshqalarmi zodi nima ish bo'lgandi degandek bir-biriga savolliq qarashdi. Zuhra qo'lidagi cho'qini sheraga qo'yib, Sharipaga hayronlik ichida tikildi. Lekin Sharipa bir hasog'icha gap qilmay jim turib ketdi. Demam sen gapingni. Bir uylik odamni tit qilib qo'yib, butdak o'ltirmay, dedi Po'lat toqatsizlik bilan. Mərdan xristian diniga kiribdi, dedi Sharipa gapni echibla va uydagilarning chiroyiga birma-bir sap soldi. Lekin ular Sharipaning nima demoqchi ekanligini degandek tushunolmadimi? U o'ylagandek uncha bola hong-tong qilishmadi. Buni ko'rgan Sharipa gapini davom qildi. Refleksiya ansamblining ishini anglagansizlar. Hammaylar beshin chayqadi. Mərdan shu ansamblda musiqa o'rganmoqchi bo'pti ekan, boshqalarni do'rab xristian diniga kiribdi. Nima? Xristian dini? Gülyar andikib so'rdi. Uning ko'zlarida hash-pash degicha yosh g'ildirlig'i turdi. Voy, musulmon bolasi xristian diniga kirsa qandoq bo'ladi? Bundaq odam iymondan chiqib kofir bo'lib ketmamdi. Shu emasmi? dedi Sharipa cho'nqir tortdi. Har qancha qilsammi aqlim yetmadi. Men uningdan ko'chilab so'rab baqdim. U ansambldagilarning hammasi xristian diniga kirib ekan, shunga Mərdanmi shu bolalarni do'rab baqqan o'xshaydi. Manfaatning uviqi poqqa tushib ketsa, pulmay og'ziga sapdi degandek, tirnoqchilik ishinde e'tiqodidan kechib, iymonidan chiqayotganlar oz emas.
dedi Polat hasrat bilan uftardı. Bayatın beri başqalarının gepini quloq selib lamjim demay o'ltirgan Zuhra tuyuqsizla eg'iz ochdi. Meningcha bu alaqsada bo'lib ketgudakmi ish emas. Har qandaq ishning sababi bo'ladi emasmi? Hozir yoshlarimizni o'yga selib qo'ydi. Buning bilan ular yot madaniyatlarning ta'sirini qabul qilib boqmoqchi bo'lyapti. Yana kelib 8-10 million Uyg'urning ichida 4-5 bola xristian diniga kirib boqqaniga nima bo'ladi? Meningcha bu bir hisobda yaxshi ishkan, chunki hozirgidek qatmal holatdan zerikkan yoshlarimiz jahonga sapselib beqishga jur'at qilibdi. Zuhraning bu gaplaridan hayronu has qolgan Gulyor ko'zlarini jamdak ochqinicha go'yo yuragi so'qishdan to'xtab qolgandek turib qoldi. Chunki uning bundaq reallikni qabul qila olishi mumkin emas edi. Bayatdan beri boshqalarning gaplariga parvo qilmay chayini ichib o'ltirgan Sulaymon gapga aralashdi. Nimandaq og'zinglarga kelganini biljirlaysizlar. U burilib Sharipaga qaradi. Mardan qani? Birdan turib keladi davatmamding. Hozirgacha qarshi ko'rinmaydi uning. Sulaymonning gapi tugmay turibla eshik qo'ng'irog'i jirangladi. Mardan xuddi boyqa gaplarga quloqqa qiziqgandek tuyuqsizla kirib keldi. Uydagilarning hammasi tarab-tarabdan dasturxonga chaqirishdi. Lekin Mardanning chiroyi nihoyat so'lg'in edi. Qaraganda u bir ishqa titildab turadi. O Sharipaning yeniga kelib o'ltirib, uning qo'liqqa bir nimalarni dedi. Arqadalla ana bola ikkalasi das o'rnidan turib ishkarki uyga kirib ketdi. Ayol o'tmay ishkarki uydan ana bola ikkisining varqirashgan ovozi anglashga boshladi. Zuhra kirib Sharipani boshlab chiqdi. Sharipa o'ksib yig'lab ketyotdi. Qarg'ina ota, "Mau shunning terigan bolasini", dedi Sharipa esadab turib. "Hiliqi bolaning ota-onasi yana 5000 yuan to'laysizlar debdi-dak. Bu qarab turib odamni bo'za qilganlik bo'lmaydimi? U haq bolasining o'likini setib bizni shilib yemoqchimikina?" Sharipa sheradagi qog'ozni ilib yoshlarni surtdi va yonda o'ri turgan Mardonga qarab varqiradi. "Sana deb qo'yay, meni qoqsanim qilib bo'ldim. Endi sana beradigan pulim yo'q." "Pul to'lamasak ular soqchiga deymiz, sotga arz qilamiz deydi." "Arz qilsin?" dedi Sharipa gapni kesibla. "Bugun pulni olgan. Bo'lmasa uydan chiqib ketib, ko'zinglardan yo'qobli tugushiman shu. Helimi maktab bir qitim chora ko'rdi. Endi yana xalqning oldida sazoyi bo'lib yurgandin o'lgunim tuzuk", dedi Mardan opsiga tahdid solgandek. "Nima? Sen texi opangga gap yondirgudek bo'lib ketdingmi?" Boshqalarning gapini zan qo'yib anglab o'ltirgan Sulaymon o'rnidan dast turib Mardanning yeniga keldi. "Dada, men bilan koring bo'lmasin", dedi Mardan Sulaymonga. Mardan kichik chig'idan boshlabla erka o'skashga hech kimdan hayiqmaydi. "Nima dedim? Voy texi menimi po'sh demigudek yo'qnab ketdingmi? Xalqning bolasiga pichoq selavatganni o'zdab xristian diniga kiribsan. Dinning nimaligini bilamsan, sen o'sroq. Sening hozirgi vazifang nima? Nemishqa o'rganishingni qilmay, yo'qlan ishlarga orilishib, bola terib yursin. Hozirgacha opangning beshini o'choq atkining ozmi sening? Sit. Seni 10 yil boqqanim." Sulaymon qaynab so'zlab ketdi.
Әмісі, бақмысан болмамды, kim seni бақсын дәпті? Mərdan Süleymanға hürpəydi. Mərdanның bu sözləri ceniği təkən Süleymanның көз aldı qarаңғылышып, qulaqları vыңıldap ketdi. O, Mərdanның sol yanaqıға kelişdirib bir şapılaq selib edi, Mərdan təstəknin zərbisindən dəldanışıb ketdi. O, alıqalları bilən yüzünü tutquduca tartıb, yığılığılı turdu. Mənla meni bozaq qılıb atısılar. Anam boğan bolsa, meni undaq qılğızmaydı. Ana, sen ne diyeceğim ana? Mərdan arqısıға burulubla talağı özünü atdı. Polat onu tutup almaqçı bolup yügürüvedi, Süleyman onun aldığını tostu. Koyup ber, nəgi barsın? Dedi Süleyman ve burulup Şəripəyə qardı. Sen heliqi balanın ata-anası bilen uquşup baq. Rastilla pulga hacet düşken bolsa, 5000 yenni mən berey. Dərhal aparıp ber. Lekin oylamagan yerden Şəripə atısıға g'azablik ko'zlarini tikdi. Ota, Mərdanni nemish qilursan? Oy, men chig'imda tak etib chakmagan tursam. Şəripäning bu gaplari Süleymanni tamtirtib qo'ydi. O nima qilarini bilolmay o'rnida qaqqan qo'ziqdek bir haza danq etib turib ketgandan keyin asta orqasiga burilib, hujrasiga kirib eshikni guppida yopdi. Qolganlar taraf-tarafdan Şəripəni ayblagili turdi. Ochiqdan yerilib ketayli deb qilib Şəripə, "Hep bu uyning bo'sug'isiga ikkinchilab tasaydigan bo'lsam", dedi de aldı arqasiga qaramay chiqib ketdi. Shunda qilib Mərdan rastilla uydan chiqib ketdi. Uydagilar dastlabda Mərdanning gapiga ancha iranishib ketmagan edi. Bir necha kungacha qarshi bo'lmagandan keyin hammaylan puti ko'ygan to'g'udek tipirlashib ketdi. Şəripə atısıga telefon qilib, "Sen bir şapalaq urmagan bolsang, Mərdan uydan chiqib ketmaydi" degan gaplarni qilib edi. Süleyman onu "Balangni erk o'gitib qo'yib, bala qaza tergan o'zing" deb ayblab ketdi. Shunda qilib ata-bola ikkilasining orasiga yana yirakchilik tushib qoldi. Süleyman Şəripəni og'zida aybligini bilan ochiqida o'zining qilganlariga pushaymon qilib, o'rtinib ketib atadi. Onun üstüge nevresinden ensirep ahire ağırıp yıkıldı. Şunun bilen o doktorxanada top-toğra bir ay yattı. Süleyman doktorxanadan saqayıp çıqqan günning ertesi Mərdanni qaytib keldi. Mərdanni görüp xoşallıqda ağzı qoluqaga yetken hemmeylen onu mehri bilen bağırıga besişdi. 10. bölüm. Küz ketib, zimiston soğuqi kishiga nashtardek sanchilib turdigan yangi yilmi keldi. Hakima dal bultur yangi yilning 5. kuni yerligida yotgan edi. Bu yil 5 yanvar Süleyman balalarni agashtirib tuproq beshiga chiqdi. Hakimaning qabrisi oqshom yotgan mamuqdek oppoq qarning ostida bag'ashlanib yotadi. Ular qabrining ustidagi qarlarni pak-pak süpürüp tasıldı. Andın qabrining oldiga kelib, o'zlari boshlab kelgan qarimga yandishib, yukinib o'ltirishdi. Qarimning mungluq qiroati qarliq dalining jimjitligini buzib turadi. Qarim uzun duosi bilan qiroatini oyoqlashtirdi. Ular o'rinlaridan turgandan keyin Polat qarimga 20 yuan pul berdi. Qarim pulni elib, nurg'un rahmat hashqallar bilan yanchiqqa saldi. Ular qaytmoqchi bo'lib, mashina tarafga qarab mengishdi. Zöhra opsining qabrisini quchoqlab, yig'lab o'ltiradi. Şəripə Zöhraning ko'nglini yasimoqchi bo'lib, uning yeniga bordi. Umu adisining hasratlik yig'isini ko'rib, o'zini tutolmay, Zöhraning bo'yniga esilib, tortib yig'lab ketdi. 2
qizining qabri oldida öksüp yig'layotganligini ko'rgan Sulaymonningmi yuraklari ezilib ketdi. Sulaymon köyümchan hamrohini ko'mib qo'yg'ili to'g'ri 1 yil bo'ldi. Bu 1 yil jarayonida yolg'izchilikni yetkichi tartgan Sulaymon tuproq ostida xotirjam yotgan hamrohini ko'rmin qitim yod etdi, siyg'indi. Uning bilan g'oyibona sirdoshdi. Shu topda uningmi o'pkisi o'rilib, o'zini aran tutib ketyapti. Lekin bolalarning oldida un silib yig'lasa bo'lmaydi. Bu 1 yildan buyon u hakimaning qabrisini nurg'un qitim o'zi yolg'iz yo'qlab kelgan. Qabr beshida yukinib o'ltirib, hamrohi ketgandan keyin yo'liqqan ishlarini, ko'rgan xushluqlarini, tortgan xalqiliqlarini, Güristondek soğuq uyda yolg'iz qolgan chog'dagi g'iribliklarini, hamrohiga aytib tugatkisiz sig'inishlarini mahshardagi hakimaga unsiz yig'lab turib so'zlab bergan edi. Lekin u hozir tishini tishlashi kerak edi. Bo'ldi, sabr qilinglar bolalarim, yig'lamanglar. Soğuq tushib ketdi, endi ma'ayli. Sulaymonning uni titrab chiqatdi. Qizlar yig'idan to'xtadi. Sulaymon burilib 2 qadam mang'andan keyin yana orqasiga qaradi. Xo'sh hakima, xo'sh, biz ketdik, dedi ko'z chanoqlarida yoshlar lig'irlab turgan Sulaymon past ovozda. Arqadilla Sulaymonning bolalarimi opsining qabrsiga oxirgi qitim talmirib qaradi. Xayr xo'sh oppa, seni yana yo'qlab kelamiz. Qabridan hech qanday sado kelmadi. Faqat g'arbiy shimoldan so'qiyotgan achchiq sovuq shamollar ularning quloq tuvidan ishqirtib o'tadi. Hakimaning yil nazari o'tgandan keyin Sulaymon texamo g'irib sinqilib turdi. Bolalarining oqshimi atsi yo'qlab kelib, "Voy ota, holing qandoq?" deb turishlaridan Sulaymonning ko'ngli olamcha ovunib ketdi-yu, lekin ular qatorlashib eshikdan chiqqan hamon uning xushalliqlari allaqayoqlarga uchib, uni to'ttam yigilib turadi. Onun bilan g'iribliq besib, bo'yni qisilib ketayotgan bovay qop-qorong'u uyda oyga chiqmas xiyollar bilan uzoqdan uzoq yig'lamsirab o'ltirib ketadi. Bola degan o'ylik o'choqliq bo'lishdan ilgirla sana taalluq bo'ladi ekan. Qanot qo'yrig'i tangshilib, o'z uyining mo'risidan is chiqargandan keyin ularni jamiyatning balvaqsının qo'ynida ko'rdi ekansan. Ularning sana bo'lgan kuyimimi bo'sog'i atlab chiqqan kundan boshlab ilgirgidek bo'lmaydi ekan. Shunga sen bola ko'yida ussab chaqildab ketganing bilan ular otamni ko'rib kelaychu deb atayin vaqt chiqarmay faqat cho'lisi takkandila ondan seni yo'qlab keladi ekan. Buni hakima hayot vaqtida ajabmi bilmabdi ekanman. Hey hasrat, hey hasrat. Sulaymon necha 10 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan xotini boqiy dunyoga ketgandan keyin birdan-biri ruhiy to'rikining uzil-kesil sunqonligini oxir bilib yetdi. Shundaq emasmi? Xotini bor chog'larda uning ko'ngli to'q edi. Bolalari yo'qlab kelamdi, kelmamdi, u parvoyiga elibmi qo'ymaydi. Mana endi uning ruhiy to'riki sunib edi, dasht bayavanda chanqagan tilamchiga o'xshab qoldi. U ashu chanqashlariga olla kimlarning qimmatli didoridan malham izlaydi. Sulaymonning g'ayratligi bara-bara uni ajoyib bir xil tashvish ichida qiynaydigan bo'lib qoldi. Yuragining qat-qetidan o'qchib chiqayotgan tugumas yurak so'zlarini kimlargidu deb bergisi keladi. Lekin ko'ngildagi gapning hammasini
balalarga dəvərgili bolmaydı de. Gahida u özünü bu dunyoga yegana tashlab qo'yib, baqi olamga ketgan hamrohining yeniga berib, yetib olg'usimi keladi. Shunda qilib u o'zining rostilla bir sirdoshga muhtoj bo'lib qelayotganligini oxiri bilib yetdi. Lekin bu Sulaymonga nisbatan nihoyatda qo'rqinchli manzil edi. Demisimi, u yaqinqi yillardan buyon nurg'un ishlarni ko'rdi. Yaşangandagi nikoh ishining yosh vaqtidagidek unchivala osonga tushmaydiganligini biladi. Sulaymonning bir tonishi xotini qazo qilgandan keyin balalarga yaxshi bo'larmikin degan niyatda xotinining tul o'ltirgan singlisini amriga olgan edi. Lekin u odamning 4 balasi u qayta nikohli bo'lgan kundan boshlab otasining bo'sug'isiga ikkinchi dassim edi. Shunda qilib u bayqush yaqinda armon bilan o'lib ketdi. Sit. Bir umr balaning o'tida kuyib, suyida oqadi ekanmiz. Bir hisobda buni insonning xatoligi deysimi bo'lg'udak. Shunda emasmi? 4 balasi heliqi bayqushni qeyrig'anda qayta o'ylanding deganni qilib tashlab etganda uning yurak bag'ri qanchalik ezilgan bo'lg'aydi. Jeni halqumga kelib sakrat azobi dastidan ming o'lib tirilgan chog'larda ashu orzuluq bolalarining didoriga qanchalik talmirgan bo'lg'aydi. Ishqilib uning ko'zi ochiq ketdi. Sulaymonning yana bir xizmatdoshi bo'ladigan, umu xotini qazo qilgandan keyin 3 balasi bor bir xotinga o'ylandi. U ko'ngli yaxshi ham chechan mazlum bo'lg'ashqa xotin ikkilisi obdalli chiqishib qolgan edi. Lekin u odamning 2 qizi heliqi yavash mazlumga faqatli kun bermadi. Bir kuni u odamning 2 qizi otasining uyiga mehmon bo'lib keldi. Ular yeydiganni yeb yanadigan chaqda qizlarning cho'ngi paltoyimning yanchug'iga selib qo'ygan oltin zanjirim yo'qturdi deb olamni ma'lum qildi. Qizlarning kichikimi "Ochamning oltin zanjiri mushu uyda bo'lmasa nega ketidi?" deb turib bulon pushqoqni oqtirg'ili turdi va birdamdan keyin yetgan oltin zanjirni to'nglatquning ichidan tepib chiqqan bo'ldi. Buning bilan och singil ikkisi o'gay opasining ko'ziga suolliq tikildi. Bu yavash mazlum nima qilarini bilolmay turib qoldi. Shunda qilib 2 qiz o'gay opasini qiltaqqa dastib yurib, oxiri uydan qo'qlab chiqardi. Bularni o'ylasila tanlari shurkunib ketadigan Sulaymon gohida o'z-o'ziga pichirlab qo'yadi. Hay, navra chavirlik bo'lgan odamning qayta nikohlanib qilgan to'yi to'y emas. U bir jang. Chunki jangning jon oladigan o'q bombasi ko'zlaringni ko'r qilib etadigan istutaklari bo'ladi. Onunga mahorat va taktika kerak. Bo'lmasa holingdan ketib tugishsan. Yengishga ko'zi yetgan odamlar ko'krak kerib atakaga o'talaydi. Mening ashu jangda yengib chiqishga qurbim yetarmi? Mart oyining boshlari edi. Sulaymonning qarinas og'inasi Hashim uni yo'qlab keldi. Hashim salom sahatdan keyin ko'nglidagini Udulla deb 10 necha ayolning ismi yozilgan bir parcha tizimlikni Sulaymonning oldiga qo'ydi. Qani, o'zing tanlab baqa. Sulaymon bilan Hashim necha 10 yillik qarinas do'stlardan bo'lg'ashqa, ularning deyishmaydigan gapi yo'q edi. Sulaymon heliqi tizimlikka aldirab ko'z yugurtmay turib, o'zining bu jihatda tanqisliqda qilayotganligini do'stiga aytdi. Bolalaringni Chimanxon ikkimizga qo'yib ber, dedi Hashim maydisiga urib turib. Ular xeli royish bolalardan-ku, meningcha yo'q demaydi. Sulaymon Hashimning bu gapiga ma'qul bo'lg'isi keldi-yu, lekin yanala ansirab turadi.
Zöhra bilen Polatdığı çataq yo'q, dedi Sulayman. Lekin Şəripəni ayvashga keltirmak tas. Mijazining tutami yo'q bola bo'lib qoldi u. Şəripəmi ko'z oldimizda cho'ng bo'lgan. Mijazi chusroq bo'lg'ini bilan kuyimi bor qiz. Buningdan g'am qilma, ma'qulmi? Hashim Sulaymanning ko'nglini yasidi. Sulayman heliqi tizimlikni elib sinchilab qarab ketdi. U oxiri Asiya ismli bir ayolni loyiq ko'rdi. 46 yoshlik bu ayol bir yil ilgari paravalliq basma zavodidan pensiyaga chiqqan bo'lib, eyiga 320 yuan pensiya puli oladi. Eri buningdan 5 yil burun mashina voqeasida qazo qilib ketgan edi. Onun 26 yoshlik cho'ng qizi yotliq bo'lgan. 24 yoshlik kichik qizi bo'lsa, televiziya universitetini bitirib, uyda ish kutib o'tadi. 2 kundan keyin Hashim Asiyaning suratini akilib Sulaymonga ko'rsatdi. Qash ko'zi joyida o'zi semizroq kelgan bu mazlum Sulaymonga nihoyat yaradi. Sulayman Asiya ismli bu mazlumning Aqsuga tuqqan yo'qlab ketganligini, yana 2 haftadan keyin qaytib keladiganligini Hashimdan uqdi. Hashim Asiya qaytib kelgandan keyin Sulaymanni u mazlum bilan ko'rishtirishga va'da qildi. Shunda qilib 65 yoshga kirib, saqali engakka tushgan Sulayman ma'shuqdan birini topdi. U garchi Asiya bilan yuz ko'rishib baxmagan bo'lsa-mu, lekin qandaqdir uningga ko'ngil rishti g'oyibona bog'lanib kelayotgandek, Asiyaga ig'iz ichib bo'lg'icha o'mu ma'qul davitidigandek tuyg'uda edi. Shu kunlarda uningga kechilar ilgarigidan uzrab ketayotgandek, kunmu mashriqdan mag'ribga tezroq yugurmay ezilangulib qilayotgandek tuyuladigan bo'lib qoldi. U kunlarni barmoqlab sanaydi. 2 haftadan keyin Asiya ismli u mazlum bilan yuz ko'rishadiganligini o'ylasla, yuraklari o'ynab ketadi. Turibdi yana o'zining shuncha yoshga kirgandan keyinmi xotin kishini ko'z oldiga keltirsa, hayajonlanayotganligiga ishongisi kelmaydi. Hashim oxiri Asiya qaytib ketdi degan xabarni akeldi. U yana Asiyaning Sulayman bilan ko'rishishga ma'qul bo'lganligini deb berdi. Xo'sh, bugun Sulayman Hashimning degani bo'yicha Asiyaning uyiga uning bilan ko'rishga boradi. Şoňa o Zöhrani işqi mangdırıp etkendan keyin ko'rishning tayyorligi uchun paypetek bo'lishga başladı. Sulayman yangi olgan qardek oq ko'nglak bilan kulrang kostyum buralkasini kiyib, qo'ng'ir galstukini taqab, aynakning oldiga keldi. Bu uning xotini qazo qilgandan buyon tunji qitim aynak qarashi edi. U aynakka sinchilab qarab ketdi. Yengila boyatgan çaşları bilen sakal burti anç quyuq bolmuşsumu, lekin qayta qırılgan yüzleri parqırap turatdi. Sulayman aynak qarab, razımanlik bilen başlanıştip qoyup, tamdaki saatga qaradi. Xudo buyursa, yana 1 saatdan keyin o Asiyaning uyida o'ltirdi. Sulayman natonish ham o'zidan xeyli kichik bir mazlum bilan uchrashadiganligini o'ylasla, hayajondan ko'ksini to'ldirib nafas olg'isi keladi. Turibdi yana tashvishdan yuraklari dupuldab selibmi ketadi. Soat 11dan 40 minut o'tganda Sulayman Hashim Arxotin ikkisi bilan birga Asiyaning uyiga keldi. Asiyaning uyi nihoyat kichik bo'lib, qaramaqqa 40 necha kvadrat metr keladi. Uy hech qanday bezalmagan. Yerga ko'nrab tevit qolmagan bir parcha gelam tashlab qo'yilgan bo'lg'ashqa yerdan muz chiqib turadi. Eyiga baran bir necha 100 yuan pensiya puli oladigan tul xotinning uyi shundoq bo'ladi-da endi, deb o'yladi Sulayman. Asiya mehmonlarni deb uyni alohida tozalagan edi. Bu uy qaramaqqa hem ratlik, hem poks ko'rinadi. O mehmonlar bilan samimiy salomlashgandan keyin sapaga kelib
beshini töven salg'inicha untinsiz o'ltirdi. Mehmonlarni uning Maryam ismli bir do'sti kutdi. Sulaymon Osiyaga yer tegidan sapsilib baqdi. Sulaymonning ko'nglidagini deganda Osiya suratdagidek chiroyli emas edi. Samirib ketgan bo'lg'ashqa u ham pakar, ham diqmoq ko'rinadi. Uşşaq büdürə qılıb alğan çaşları qoluqining tövüdə g'ujmaklashib turadi. Sulaymon odatda qirqimchash xotinlarga o'ch edi. Shu topda Sulaymonning 2 haftadan buyanqi intilishlari, yuraklarini dupildatgan hayajonlari allaqayoqlarga ushgan edi. Shunga Sulaymon oldida o'ltirgan Osiya ismli bu mazlumni garchi o'zidan 20 yosh kichik bo'lsa-mu, "Manga ancha mos kelmagidek" deb o'ylabmi qoldi. Chunki u o'zining hozirgi holati bilan Osiyadanmi chiroyliroq xotinlarni topa oladiganligiga ishonadi. Lekin uning ko'ngliga shu narsa ayon edi. Sulaymonga amdi keraki ma'shuq emas, balki hamroh edi. Uning ustiga Hashim ko'rsatgan loyiqlar ichida bolalari oz, yosh turqi jihatdanmi Sulaymonga xo'p kelgini dal mushu Osiya edi. Ba'zilarining bolalari jiq, ba'zilarining yeshi bak kichik, yana ba'zilarining yeshi bak cho'ng bo'lg'ashqa Sulaymon o'zimi Osiyani bo'ladi ekan deb o'ylagan edi. Sulaymon bilan Hashim ar-xotin Osiyaning uyida alohizal 1 soatdan ortiqroq o'ltirib qaytdi. Qandaroq bo'lamdi ekan?" deb so'radi Hashim Sulaymondan talog'i chiqqandan keyin. "Bo'ladi ekan. Og'zingning uchida bo'ladi ekan deb qo'yib atamsan qandoq?" deb so'radi Hashim kulib turib. "Qaraganda yarimga o'xshaydi, ha?" "Yaqay, sizlar topgan loyiq yaramamdi." "Shundoq", dedi Hashim Sulaymonga qarab. "Lekin shuni bilib qolgan adash. Hakimadek xotinni topmaqan amdi mumkin emas shumi?" "Bundaq chaqda hakimani tilga olmagan adash", dedi Sulaymon hasrat bilan. "Rahmatlikni hech qanday ayol zotiga tan qilg'im kelmaydi." "Viyay, bu gapni bek boldir davatlimmi qandaq?" dedi bayatın beri lamjim demay ketavatgan Chimanxon masxira aralash kulib turib. "Osiyani oldi bilan nikohlab uyga akirib baqsla, dunyodagi xotinlarning esili mushukan deb ketamli texi. Erkakning qaysi biri yangi ko'lning suyi tatliq demaydi?" Hashim tuyuqsizli xotiniga o'ngdi. "To'g'ri biljirlimisina?" Buning bilan uchaylanning demi ichiga tushib ketdi. 11 bölüm. Osiya mehmonlarni uzutib qo'ygandan keyin qo'li ishqa barmay xiylig'icha xiyol surib o'ltirib ketdi. Ko'nglidagidek biror arni uchirtib qolgan ayol zoti aslida xushalliqdan yayrab ketishi kerak edi. Lekin mehmonlarni uzutib qo'yib xuddi chivin yavalgandakla bo'lib qolgan Osiya nima qilarini bilolmay bearam bo'lib ketyotdi. Uning heyladan heylaga ko'ngli elishib turadi. Kimlarnidir varqirab tillig'isi, uy tartib yig'lig'isi keladi. U uyning ichida u yoqdan bu yoqqa mang'atdi. Hele hujrasiga kirsa, hele mehmonxonaga yenib chiqadi. U balkonga chiqdi. Bir necha kundan beri ussiz qolgan gullar so'lishib ketgan edi. Osiya gullarga suv qo'yish uchun cho'gunda suv achqdi. U balkonning derazlarini ichib etib, qishning grimsiz osmoniga uzoqdan uzoq qarab turdi. Osiyaning uyi kichikroq bo'lgani bilan uyning o'rni yaxshi yer edi. Shavqin surandan xoli bu binoning o'pcho'rsini qo'yib daraxt qaplab turadi. Kashkuz kelishi bilanla yalang'ochlanib qolgan dal daraxtlarning shox shumbilari qishning qor shivirg'iniga pisand qilmagandek masmut turadi. Akşam yaqqan qor daraxt shoxlarini yodek akkan edi. Daraxtlikdagi
ko'kdagi oppoq qor kun nurida ko'z chaqnatdi. Qish kunlari odam oyoq bosmaydigan daraxtlik momuqdek oppoq qor ostida jimjit uyquga ketgan edi. Ashu oppoq dunyoning bu timtosligi ajoyib bir xil sehrdan bishorat berib turadi. Lekin bu sirliq dunyoga yurak bilan baqsang, uning qat-qetidan ko'zga ko'rinmas hasrat, nadomatning bilinmas balqıvatqanlıqını sezisən əlbəttə. Aran başlanğıç məktəbcə oxuyalğan Asiya şairane tuyğu deganlarni bilmaydi. Lekin ko'z oldidagi bu sehrlik dunyoga uzoqdan uzoq nazar tashlab turgan Asiya tuyuqsizla o'z-o'ziga pichirladi. Odamning hayotimi 4 faslga o'xshaydi ekan. Mening bahordek chog'larim allaqachon kelmasga ketgan. Mavu dal-daraxtlar yo'pirmoqlari to'kilib, yalang'ochlanib qolganga yig'lamsirab ketibdi. Nimachi qiladi? Yoz kelsila yana ko'kirib yoshirdi emasmi? Lekin menchi o'ttir yoshga berib qolgan tul xotinning umri oyga chiqmas qishga kirib qadirsiz to'kilgan qozonlar bilan qo'shilib kelmasga ketdi. Asiyaning ko'z yoshlari taramlab ketib-atadi. Asiya mushtumdek turibla ota-onasi o'lib ketgachga uni kichik otasi bilan kichik opasi beqib cho'ng qildi. Asiya 16 yoshga kirgan yili kichik otasi uni bir bosma zavodiga naborchilikqa o'rinlashtirib qo'ydi. 18 yoshida Mo'min ismli bir oshpazga yotliq bo'ldi. Mo'minning qo'lida guldek hunari bo'lgani bilan o'z oldiga oshxona oshqudek puli bo'lmag'achqa haqqa madkar ishlaydi. Mo'min ahmaq sexiylardan bo'lg'achqimi 4 tanga maoshni alar olmayla icharman og'inlarini mehmon qiladi. G'arq mas qaytib kelgan chog'larida Asiya salla qopoq turib qolsa, uni dassab chaylib etadi. Shunda qilib Asiya Mo'min bilan bir uyda yashagan 21 yil mobaynida turmushning xovliqi, arxaqning mehri deganlarning nimaligini bilmay o'tib ketdi. Shunga uning nazarida nikoh inson besib o'tmasi bo'lmaydigan tikanlik manzil. Arxaq ikki oyoqliq hayvon. Shundaq bo'lsa-mu, buningdan 5 yil ilgari Asiya Mo'minning mashina vaqasiga uchrab qazo qilganligini anglagan chig'ida eri uchun hasrat chekib, yig'lab, ming o'lib, bir tirilgan edi. Fani dunyodagi tiriklar o'lganlarni biroqla unutib ketolmaydi. Aksicha, ashu marhumning illatlari unutilib, ezgu amallari tiriklarga mangulik aslima bo'lib qoladi. Asiyaning eri gerçi haraqkash zaboylaridan bo'lsa-mu, Asiyani amriga elib, uni 2 qizlik qildi. U oqshimisiga tapsa, atisiga yo'q namratlardan bo'lsa-mu, xotini bilan 2 qizini osh qo'ymadi. Asiya faqat ashu haraqkash oshpaz amriga olganligi uchunla nikohli xotinlardan bo'ladi. Asiyaning 2 qizimi ashu haraqkash otasi bo'lganligi uchunla ota-onasi darqamda bor oilada cho'ng bo'ladi. Mushularni o'ylagan Asiya erini mamnuniyat bilan aslab marhumning ruhiga duo qiladi. Danishmanlar taqdiring kechmishingdan deb to'g'ri aytibdi. Asiya kichigidan tortibla boshqalarning qosh-qopig'iga qarab kun elib kelgachga o'zini bek kamsitadi. Qaramoqqa ojiz, mishchan ko'ringani bilan amaliyotda nihoyat mardona mazlum edi. Mo'min qazo qilgandan keyin Asiyaning kuni texama taslashib ketdi. Shu chaqda uning cho'ng qizi yotliq bo'lgan bo'lsa-mu, lekin uning opasiga yordam qo'lini sungudak madori yo'q edi. Shunga bir necha yuz yuan pul bilan bir oilani qamdamoq Asiya uchun haqiqatan qiyin edi.
Her ayının ahiri tok, su puli yığıdığanlar bosuğuğa diveylep kelgen çağlarda u 10 neçə yuanni təxləb berəlməy, xalqның aldıda nomusdan yerge kirib ketgüdək bolup ketətdi. Ana bala ikisi tok pulini töyleyelməy, talay keçilərini qaranğıda tünəp ötközgən idi. Asiya küllerini aşundaq muşaqqat içide ötközsümü, lekin herkes çandırmaydı. Asiya her günü taң səhər turub aldı bilen kızıga çüşlük kıza tayarlaydı. Çünkü kızı çüşlük kızanı öydün elib alsa, bir vaqtlıq tamaqның pulini tejep qalatdı. Andın öyünü bir qora yığıştırıp tazılap çıqqandan keyin kiyim keçek orun körpülərinin yırtılgan sökülgen yerlerini oңlaydı. Asiyanın bir cüp egiz paşlınıq ayığı var edi. Ayaq səl konrap qalğaşqımı kiyip 2 qadam mağmayla putları ağırıp çamdayalmay qaladdı. Xalqlar meni eridən tul qilib tügüşüple ketipdi dep qalmışsın dep oylagan Asiya tala tüzge çıqqan çağlarda aşı ayığını kiyip çişini çişlep turup takaslap maŋatdı. Lekin öyge qaytip kelip bosuğudan atlıgan haman o ayağını silip taşlap nälergedir atatdı. Asiya eri ölüp ketken bu yanqı 5 yılını ana aşundaq ötközdi. Tulxotunның etigi otluq degendek onunğa layıqlarımı jaq çıktı. Lekin Asiya hemmisini yaq dep yolga silip keldi. Çünkü onunmu oylaydigan yeri bar edi. Kız tekken eriden tırnaqçılık hovluq görmegen yerde emde tekken eriden qançılık vaba keler. Onun üstüge 30 yaşını aşqandan keyin tonuşup, qayta nikahlık bolğanlarının tartqılıqları haqqidagi hikayeler azmı? Şuna Haşim Erxotun ikisi kelip gep aşqan dastlabki çağda Asiya yaqinmi kelmegen edi. Lekin Haşimmi boş kelmedi. O Xudanın qutlıq günü degidek kelip Asiyanın beşini ağır deyverdi. Elgiri Haşim Erxotun ikisinin özüge qılgan nurgun yaxşılıqlarının yüz xatirsini qılgan Asiya ahir Sulayman bilen görüşüp beqishqi maqul keldi. O bugün Sulaymanni, yani özünü əmrige almaqçı boluvatqan ərini körüp selpel erip mu qaldı. Çünkü o Sulaymanni yeşinin çoğunluqını hesapqa almaganda salapetli bolsun, taq turuqda bolsun və ya ki gap sözlü bolsun özüge xeyli layiqken dep oyladı. Gapning rastını etqanda Asiyanın özü bilen 21 yıl öy tutqan aşpaz eri Sulaymandek salapetlik emas edi. Nemişqidir Asiya Sulaymanni özü çıla xotin qaqның halığı yetadigan işençlik erkekde qılıdı dep oylap qelivatdı. Şoňa o bu işni ämdi yana rad qilavergisi kelmedi. Qiziq iş. Asiya taki Sulaymanның onun bosuğusidan atlap kirgiçe qayta yatlaq boladigan işni köňlige sig'dira almay, ularga nima deyişini, qandaq qilib chiroyliqcha rad qilishni köňlige püküp qo'ygan edi. Lekin Sulaymanni ko'rgandan keyin hozirqidek o'yga kelib qilishini xiyoligimi keltirib baxmagan edi. O öz-özdən so'raydi. Qandaq qilarman? 50 yoshga kiray deb qolganda burunqi lavzimni yerda qo'yib, boshqa bir er kishi bilan bir yostiqqa bosh qo'yarmanmi? Ömrümde ko'rib baxmagan yot bir uyga xotin bo'lib kirarmanmi? Başqalarga o adamның ballarını obdan deyişivatdı. Biroq balalar her qancha obdan bolsunmu meni ögeylemey qalarmı? İki qızım bununqa nima der? Ular mening atam görmegen, opam görmegen haqlar bilan bir uyda yaşashimga unarmı? Asiya turupla özünü bir xil g'oyibona vahima ichida qelavatgandek sezdi. Undaqda Asiya bu işni bolda qilsunmu? Yo'q. O endi yana rad qilsa bo'lmaydi. Asiya nahayt uzaq o'ylandi. Demisimi ana bola ikkisi turmushda jiq
so'roqchiliklarni tortdi. Navada Sulaymonga yotliq bo'lsa, eng bo'lmaganda yo'qsizchilikning dardidan azroq bo'lsa-mu qutuladi. Hozirgacha uyda ish kutib o'ltirib atgan qizi Sulaymonning dövlətində xizmatlik bo'lib qolsa-mu ajab emas. Qandaq qilay? Zodi qandaq qilsam bo'lar? Asiya nima qilarini bilolmay qanqirabla qiylavatdi. U balkondan qaytib kirib, әмділі yetib aram alay deb turishiga telefon jiranglab ketdi. U ittik berib telefonni elib edi, qarshi tarafdan Hashimning uni keldi. Asiyaxon, qandaroq? Sulaymon bo'lam degan? Hashim Asiya bilan tinchlik so'rashgandan keyin taqatsizlik bilan so'rdi. Asiya damalliqqa nima deyishni bilolmay turib qoldi va Men nima desam bo'lar? Dedi past ovozda. Asiyaning nima demoqchi bo'lganligini tushungan Hashim telefonni rozimanlik bilan qo'ydi. 12-bo'lim. Sulaymon Asiyaning uyiga Hashim bilan birga berib tunji ko'rishgandan keyin o'zi yolg'iz yana bir necha qitim uchrashib, mung'ishib baqdi. Chiroy turqi odatlikcha bo'lgani bilan vujudidan bir xil tamkinlik va durustlik to'kilib turadigan bu ayol Sulaymonga bek yoqdi. Shunday qilib qolgan umrini uning bilan birga o'tkazish qaroriga kelgan Sulaymon bir kuni Asiya bilan birga suratga tushib, to'y xetimi oldi. Nikoh degan nurg'un o'tganlardan o'ngishliq o'talisa, ondan vujudga chiqadigan ish. Sulaymon bilan Asiyaning oldida oxirgi bir o'tkal qolgan edi. U dal bolalarning o'tkali edi. Odatda qayta nikohlanmoqchi bo'lganlar bolalarga bu gapni urug' tuqqanlari yoki do'st birodarlar orqali yetkazadi. Lekin oraga boshqa birini qistirishni beab ko'rgan Sulaymon bu ishni bolalarga yuzini sepib etibla o'zi deyish niyatiga keldi. U bu ishni ikki qiziga uqtirishdan burun o'g'li Polatga dab beqishni loyiq ko'rdi. Polat quliqqa qizg'andakla cho'ng uyga tuyuqsiz kirib keldi. Ota-bola ikkalasi salom sahatdan keyin tog'dan bog'dan parang'a tushdi. Sulaymon gap orlig'ida o'zining Asiyaga o'ylanmoqchi bo'lganligini Polatga udulla dedi. Polat odatda har qanday ishda nihoyat tamkin edi. Biror ishga oldirab bir narsa demagini bilan zilla gap qiladi. Shunga Sulaymon Polat bu ishqimi sovuqqonlik bilan to'g'ri qarab, obdan qipsan ota deydi-ku deb o'ylagan edi. Lekin o'ylamagan yerdan u 5 minutgacha zuvan surmay o'ltirib ketgandan keyin televizor ko'rgan bo'lib, gap qilmay turib oldi. Sulaymon o'g'lining ko'nglining nihoyat parakanda bo'lib atganligini bilib turadi. U yana Polatning oxirgi hisobda ma'qul bo'ladiganligini biladi. U Polatning biqinida xeyli uzungacha nima derkin deb talmirib o'ltirdi. Tuyuqsiz chiranglagan eshik qo'ng'iriqi aradagi jimjitlikni buzdi. Polat ittik berib eshikni ochib edi, Sharipa kirib keldi. Sharipaning tuyuqsizda kirib kelganligini ko'rgan Sulaymon bilan Polat sal hayron qoldi. Aradagi gapni yana Sharipa tashdi. "Voy, aka, bu yerda o'tirsang-ku, ishqi bormidingmi?" "Ko'nglimning aram yo'q, ishqi bog'im kelmadi." Sharipa udul kelib, qo'lidagi to'g'ri kavopini otasiga sundi. "Voy, yana narsa ko'tarib kelsan-ku, qizim. Har qitim kelganda bir narsa ko'tarib keladiganға, yo men yot odam bo'lmasam." "Bu degan oxirgi qitim qilsa ota. Endi akelmayman." dedi Sharipa Sulaymonga emas, Polatning ko'ziga ma'nilik tikilib turib. "Bu nima deganing?" dedi Polat Sharipaga qarab, ondan yana otasiga qaradi. Sharipa otasi bilan akasiga gapmi qilmay, odulla otasining hujrasiga kirib ketdi.
Sulayman bilen Polat Şeripe'nin arkasından suallık qarab kelişdi. Yana nima qilay deydigandi bu? Dedi Polat öz-özüge gudunuşup. Şeripe hayal ötmey atsının hocırısıdın apsının ramkalak sörtünü kötürüp çıktı. Oy, apanın sörtünü elip apsan, nima qilasa onu? Sulayman endikip sordu. Apam endi bu öyünün hocayını bolmagandan keyin hocranğa yeni hocayının sörtünü esip koyarsan. Rahmetlik apam bu öyde boynunu qısıp qalmısın dep sörtünü elip aldım. Şeripe söretini koltuqağa qıstırdı ve sapağa koyuqluq somkisini elip talağı mаңды. Yani nima qilay deysen Şeripe? Nima gep bu endi? Adamni to'la tit-tit qilmay, gepingni uchuq qil. Polat Şeripani aqliq hayvisi bilan to'sib qalmoqchi bo'ldi. Şeripe Polatning gaplarini pisantiga elib qo'ymay ketmoqchi bo'lib, bosog'iga berib bo'ldi. To'xta! G'azabdan titrab ketayotgan Sulayman jinining boricha varqiradi. Şeripe turgan yerida to'xtadi-yu, lekin gap qilmadi. Beri kel. Sulayman buyruq tarzda yana varqirdi. Şeripe asta sapağa kelib o'ltirdi. Sulayman uning qo'lidagi suratni elib sheraga qo'yib qo'ydi. Apıla suratni elib nima qilmoqchiding? Bu degan opamning surati. Qachon aketgim kelsa, akitaveraman. Dedi Şeripe atsığı doq qilib. Qizim Şeripe, sana şunu deb qo'yay. Hakime, senin opangla emas, mening qadinosim. U ko'z yumganning yoqi men sizlarga o'xshashli azoblanyapman. Uni hasrat ichida seg'inaman. Rahmatlikning ruhini qo'rindirib qo'ymaslikni sen ügetmisangmi? Obdan bilaman. Nima deding? Rahmatlik opam sening ayolingmi texi? To'la yasalmalik qilma. Hammani uqib bo'ldim. Sen bu uyga xotindan birini akirib opamning o'rniga dasatmoqchi. Şeripe gapning ochiqini aytdi. Bu ishni Şeripening nalardan fuqqanligiga hayron qolgan Sulayman qiziga boshqa gap qilmay jim o'ltirib qoldi. Şeripe, otamni yashinib qoldi, dedi Polat sanglasiga gap yegizish qo'ydi. Apam rahmatlik qazo qilgandan buyon otam bechora bakla g'iribsinib qelyotdi. Uningga bir hamroh bo'lmasa bo'lmaydi-da. Aka, bo'ldi qil. Undaq gaplaringni endi anlig'im yo'q. Şeripe qaynab so'ziga turdi. Qizining gaplarini anglashga taqat qolmagan Sulayman asta o'rindan turib, hojirsiga kirib, eshikni ko'pida yopdi. Polatning bir jup ko'zi Şeripe'ga o'kinish ichida tikildi. U to'xtamay beshini chayqaydi. Aka, mendan gapimni anglamadi deb og'rinsam mayli. Atamning qayraganda yana xotin olaman deb qo'pqiniga hech bir aqlim yetmaydi. Uyda oqshimi atsi holidan xabar oladiganga Zöhra ocham bog'u. Bizmi har haftasi yo'qlab turyapmiz. Atamga 2000 yuandak pensiya maosh chiqadi. Yeyman desi bor, kiyiman desi bor. Qo'lini naga sunsi yetadi. Endi yana xotinning nima keragi? Polat Şeripe'nin gepiga yarasha bir nimaday deb turishiga u sheradagi suratni elib maqmoqchi bo'lib edi. Polat suratni tortib elib oldi. Kessan ket, keyin bir nima deyishayli, lekin opamning suratini hozir akassan bo'lmaydi. Helaqa ayol uyga kirib bo'lg'icha bundaq qilg'ili tursang, otamning ko'ngli yerim bo'lmamdi.
Шәрипә орныдан дәс тұрып, талаға қарап маңғаш ғодыр еді. Оның көңліні аяйды екенміз о әжәп, қиырғанды яны хотын алсам, балаларымның көңлі ерім болмас мұ, деп бізні ойлап мұ қоймайды екен қо. Шәрипә кеткенден кейін Сулайман торысқа тікіргеніче ұзақтын ұзақ қиял сүріп етіп кетті. Шу тапта оның жүрегі азап ішеді өртенмәкті еді. Шындақ, Сулайманның бұл дүниялықтығы әң еқін сірдіші кетіп қалды. Ғейрептік басқан мұшы күллерді о балаларының өзі білен бұрынқыдәкла әқиқи ділкеш вә сырдаш болып өтішіні nə qədər arzu qılatdı ya? Demək o, əmdi özüge həmraqdın birini tepib, ғейриплықта öz göşünü özü yigidək bolub atqan bu tənha küllərini axırlaşdırması bolmaydı. Şunda qılsa, balalarımı yükdün, atısının ғemidən xalas boludu. Şularını xiyaldın ötközgən Sulayman öz-özüge piçirledi. Muşu köңlümni düşengen bolsanlarcı, Cenim balalarım. Beşim kökki yeter idi o. Keşte Zöhrə işten udulla öyge yenip gelip, kiyimini yengüşlapla tamaqqa tutuş qilish üçün aşxanaga kirib ketdi. Sapada o'ltirgan Sulaymanның bu ishni Zöhrəge qandaq eytishni biləlməy kallası qetib ketib ataddı. Zöhrə 38 yaş kirgan qiyri qiz bo'lgani bilan o'zi muloyim, kamso'z ham illiq chiroy edi. Zöhrə apsi hayot chog'larda uning bilan har holda ish siri aytishib muңdishatdi. Apsi qazo qilgandan keyin u texamo kamso'z bo'lib ketdi. Shunga Sulayman bu qizning zodi nima o'ylaydiganligini uqolmay ovora edi. Mana əmdə Sulayman yaş qurami Zöhrədən anç pərqinib ketməydiğən birini mavu senin apang deb əkirsə, o nima deydi? Zöhrənin tamaq pişdi degan so'zi Sulaymanның xiyalini buzdi. Sulayman aşxanadagi tamaq şirəsinin aldığa kelib o'ltirdi. Zöhrə kəşlik g'izo uchun suyuqash etgan edi. Ata bola ikkisi ilgirgidəkla lam-jim demay o'ltirib, ishini ichib atadi. Faqat qo'shiqning chiniga tekkan chog'dagi ovozila oradagi jimjitlikni buzib turadi. Ata, sana saladigan bir maslahatim bor edi, dedi Zöhrə tuyuqsizla eg'iz echib. Nima ish? Men ishkirga bilim oshirishga boradigan bo'lib qoldim, dedi Zöhrə və birdən turib elib gepini davamlaşdırdı. Bir xizmətişim Kanadaga köşmən bo'lib ketkilibatıdı. Onun 40 neçə kvadrat metrlik bir yürüş uyi bar edi. Şunu ijaraga berdi ekan. Aylık ijarasi 300 yuan ekan. Şunu ijaraga alaymikin deyman. Sulayman Zöhrənin gaplariga hayron qoldi. Qizim, bilim oshirishga boraman deganingga xo'sh bo'ldim, lekin uy ijara olaman deganing bu zodi nima ish? Qandoqlarcha tuyuqsizla bundaq o'yga kelib qolding? Biror gap angladingmi ya? Yo'qay, dedi Zöhrə anglagan gaplarini otasining yuziga selishqa petin olmay. Uy ijarasi arzonkan ham bizning idoraga yaqin, shunga mundaq degin. Qaraganda ba'zi bir gaplarni anglaganma o'xshaysan qizim. Bo'pti. Men sana o'z og'zim bilan deb beray. Men o'ylandigan bo'lib qoldim. To'yni pat arada qilamiz, biroq dal mushundaq chog'da ko'chib chiqib ketaman deganingga qaraganda buningga qo'shilmaydigan o'xshamamsan. Yo'qay, undaq emas, ata. U ayol bu uyga kirgandan keyinmi turaversam beab bo'lib qolarmikin deb o'ylab, dedi Zöhrə beshini ko'tarmay turib. Yo'q, bo'lmaydi,
dedi Sulaymon gapni kesibla. Yeshing har qancha cho'ng bo'lib ketsa-mu, sen degan texi taloliq bo'lmagan qiz. Shunga yenimda turaversan, qizim. Zöhra ashdan bir qo'shiq elib og'ziga soldi. Lekin gelidan o'tmadi. Uning ko'z yoshlari marjandek to'kilib o'tadi. Sulaymon Zöhraga otalarcha mehri bilan tikildi. Unda qilma qizim, mush uyda turaver. Bo'lamdi. Ma'qul ota, dedi Zöhra bir haza jimjit o'ltirib ketgandan keyin. Hürmetlik anglarman qeyrindaşlar. Yuqorida Rayhongul Mejitning Qayta nikah nomli romanini angladinglar. Davomiga diqqat bergaysizlar. Allohga omonat, aman bo'laylik.